Qonun bilan soliq kodeksiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritildi. Qonunga ko'ra, qo'shimcha manbalardan daromad oluvchi byudjet tashkilotlari uchun belgilangan soliq stavkalarining amal qilishi 2027-yilning 1-yanvarigacha uzaytirilmoqda. Shuningdek, jami daromadning chegaraviy miqdorini 5 milliard so'mdan 10 milliard so'mga oshirish. Ushbu daromad mavjud bo'lganda soliq to'lovchilar har oylik bo'nak to'lovlarni to'liq chorak o'tganidan keyin to'lashini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. Bundan tashqari, o'z mablag'lari hisobidan nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining binolarini qurish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarga nisbatan foyda solig'i bo'yicha vaqtinchalik 2025-yil 1-yanvardan 2030-yil 1-yanvargacha soliq imtiyozlari beriladi. Soliq va byudjet siyosatining 2025-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra, soliq kodeksiga qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini realizatsiya qilish bo'yicha aylanmaning qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etilishini, shaharlar va shaharchalarning ma'muriy chegaralarida joylashgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari bo'yicha yer solig'ini 2 baravar miqdorida hisoblash tartibi bekor qilinishini, yakka tartibdagi tadbirkorlar xodimlari tomonidan to'lanadigan ijtimoiy soliq summasi kamaytirilishini, shuningdek, soliq to'lovchilar bojxona chegarasini kesib o'tganligini tasdiqlovchi belgi qo'yilgan tovarning kuzatuv hujjatlarini soliq organlariga taqdim etish majburiyatidan ozod etilishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. Shuningdek, mobil aloqa xizmatlarining aksiz solig'ini solishdan ozod etilishi, noshirlik, matbaa faoliyati, axborot texnologiyalari, ta'lim muassasalarining o'quvchilarini tadbirkorlarga ishga joylashtirish, yoshlarni avtomobil yo'llaridagi qo'shma savdo obyektlari orqali tovarlarni realizatsiya qilishga jalb etish, tadbirkorlik subyektlari tomonidan kam ta'minlangan oila a'zolarini ishga qabul qilish orqali ularni qo'llab-quvvatlash sohasida vaqtinchalik soliq imtiyozlari joriy etilishi, shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini o'rnatgan jismoniy va yuridik shaxslar uchun soliq imtiyozlari berilishi ham nazarda tutilmoqda. Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi sohasida davlat nazoratini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi raisi va uning o'rinbosarlari zimmasiga 2025-yilda quyidagi ustuvor vazifalar yuklandi. Jumladan, sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi hamda istirohat bog'lari attraksionlaridan foydalanishdagi xavfsizlik talablarini qayta ko'rib chiqish, sanoat xavfsizligini ta'minlashda masofadan nazorat qilish mexanizmini joriy etish, sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi to'g'risidagi qonunchilik talablarini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish, tog' kon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasining metallurgiya tarmog'ida xavfsizlikni nazorat qilish funksiyasi qo'mitaga o'tkaziladi. Inspeksiya tuzilmasidagi Bekobod kon texnika inspeksiyasi tugatiladi. Qoraqalpog'iston ilmiy-amaliy tibbiyot akademiyasini tashkil etishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra quyidagilar tashkil etiladi. Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan Qoraqalpog'iston ilmiy-amaliy tibbiyot akademiyasi. Akademiya tarkibida ilmiy tadqiqot laboratoriyasi, o'quv simulятsion markaz va mehmonxona. Nukus shahrida joylashgan davlat va nodavlat davolash profilaktika muassasalari akademiyaning klinik bazasi hisoblanadi. Quyidagilar akademiya faoliyatining asosiy yo'nalishlari etib belgilandi. Jumladan, tibbiyot kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish, tashxislash va davolashning yuqori texnologiyali innovatsion usullarini amaliyotga joriy etish, telemeditsina texnologiyalaridan keng foydalanish uchun sharoitlar yaratish. Hukumat qarori bilan avtotransportda yo'lovchi tashish xizmatlari sifatini baholash metodikasi tasdiqlandi. Metodika quyidagilarni nazarda tutadi. Hududlarning jamoat transporti bilan ta'minlanganlik darajasi ko'rsatkichlarini belgilash, hududlarning jamoat transporti bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlash, avtotransportda yo'lovchi tashish xizmatlari sifatini baholash, avtotransportda yo'lovchi tashish xizmatlari sifati bo'yicha hududlarning reytinglarini belgilash. Kunga boqar urug'ini yetishtiruvchilarning eksport salohiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarga ularning tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar 2024-yil 20-dekabrdan boshlab kunga boqar urug'larini O'zbekiston bojxona hududidan tashqariga olib chiqishga, eksport qilishga ruxsat berildi.
Yuridik shaxslarga soliqlar, bojxona to'lovlari va yig'imlar bo'yicha berilgan imtiyozlarni buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur nizom yuridik shaxslarga soliqlar, bojxona to'lovlari va yig'imlar bo'yicha berilgan imtiyozlarni buxgalteriya hisobidan aks ettirish tartibini belgilaydi. Tashkilotlarga soliqlar va bojxona imtiyozlari. Soliqlar va bojxona imtiyozlari berilishi natijasida bo'shagan mablag'larni aniq maqsadlarga yo'naltirish sharti bilan mablag'larni aniq maqsadlarga yo'naltirish sharti nazarda tutilmagan holda beriladi. Davlat sirlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonunga ko'ra davlat sirlari sohasidagi yagona davlat siyosati prezident tomonidan belgilanadi. Davlat xavfsizlik xizmati davlat sirlari sohasidagi maxsus vakolatli davlat organidir. Davlat sirlarini tashkil etuvchi ma'lumotlar maxfiyligining quyidagi 3 ta darajasi mavjud. Maxfiylikning 1-darajasi alohida ahamiyatli, maxfiylikning 2-darajasi mutlaqo maxfiy, maxfiylikning 3-darajasi maxfiy. Davlat sirlarini tashkil etuvchi ma'lumotlarni maxfiylashtirish muddati davlat ahamiyatiga ega bo'lgan sir uchun 30 yildan va xizmatlar siri uchun 10 yildan oshmasligi kerak. Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirishda va jinoyatlarni tergov qilish davomida aniqlangan kripto aktivlarni olib qo'yish, xatlash, saqlash hamda topshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Quyidagi ma'lumotlar kripto aktivlar bilan bog'liq huquqbuzarliklarga oid axborot manbalari bo'lishi mumkin. Shubhali operatsiyalar to'g'risidagi xabarlar, xizmatlar provayderlari va maynerlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar, nazorat qiluvchi, litsenziyalovchi organlarning ma'lumotlari, ochiq axborot manbalaridan olingan ma'lumotlar, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirish va jinoyatlarni tergov qilish davomida kripto aktivlar bilan bog'liq huquqbuzarliklarga oid ma'lumotlar va dalillar quyidagilarda aniqlanishi mumkin. Axborot tashuvchi qurilmalar, kripto hamyonlar, qog'oz, bloknot yoki boshqa narsa va buyumlarda qayd etilgan qo'lyozma va yozuvlar. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti pul oqimlari to'g'risidagi hisobot Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur buxgalteriya hisobining milliy standarti xo'jalik yurituvchi subyektlar, bundan byudjet tashkilotlari va nobank kredit tashkilotlari mustasno tomonidan buxgalteriya hisobini tashkil etish tartibini belgilaydi. Operatsion faoliyatning pul oqimlariga quyidagilar kirishi mumkin: mahsulot, ishlar va xizmatlar sotishdan pul mablag'larining kelib tushishi, royalti, badallar, vositachilik haqqi va boshqalar bo'yicha pul mablag'lari tushumi, yetkazib beruvchilarga to'langan pul mablag'lari, xodimlarga to'langan mablag'lar va xodimlar nomidan pul mablag'lari to'lovlari, operatsion faoliyatga tegishli bo'lgan soliqlar bo'yicha pul mablag'lari to'lovlari yoki ularning qaytarilishi, savdo yoki dilerlik maqsadlarida tuzilgan bitimlar bo'yicha pul mablag'lari tushumlari va to'lovlari. Telekommunikatsiyalar to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun telekommunikatsiyalar sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha inspeksiya telekommunikatsiyalar sohasida davlat nazoratini amalga oshiradi. Umumiy foydalanishdagi telekommunikatsiyalar tarmoqlarining operatorlari va provayderlari barcha foydalanuvchilarga belgilangan sifatga ega universal xizmatlarni litsenziya doirasida cheklanmagan tarzda ko'rsatadi. Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish shakllari bo'yicha ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilaga tarbiyaga patronat olgan tutingan ota-onalarga har oylik to'lovlar to'lash hamda bolalarni kiyim-bosh va poyabzal bilan ta'minlash xarajatlari 2025-yildan Ijtimoiy himoya milliy agentligiga respublika byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. 2025-yil 1-fevraldan tuman, shahar hokimliklari huzuridagi yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar masalalari bo'yicha vasiylik va homiylik bo'yicha komissiyalar faoliyati tugatiladi. Tadbirkorlar uchun teng sharoitlar va adolatli raqobat muhitini ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, qo'shilgan qiymat solig'i va foydali solig'i stavkalari 2028-yil 1-yanvargacha oshirilmasligi belgilandi. 2025-yil 1-yanvardan 2028-yil 1-yanvargacha tikuv, trikotaj, poyabzal va charm attorlik sanoati yo'nalishlarida ishlab chiqarish faoliyatini yuritayotgan va belgilangan shartlarga javob beradigan tadbirkorlar uchun foyda solig'i va o'zlarining xodimlari uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkalari 1% etib belgilandi. 2025-yil 1-apreldan daromadidan qat'iy nazar farmatsevtika mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi yoki tibbiy xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxslar qo'shimcha qiymat solig'ining to'lovchilar deb e'tirof etiladi. Tadbirkorlarga tashqi moliya bozorlariga chiqishga ko'maklashish markazi tashkil qilinadi.
Eksportni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarining Jahon savdo tashkiloti bitimlariga muvofiqlashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida Prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, Prezidentning ayrim hujjatlariga quyidagilarni nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritildi. Eksportni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish, eksport qiluvchilarning avtomobil, havo va temir yo'l transportida eksportga tashish xarajatlarini kompensatsiya qilish amaliyotini bekor qilish. Bunda eksport qiluvchi tashkilotlarning 2024-yil 31-dekabrgacha amalga oshirilgan eksporti uchun 2025-yil 1-fevralga qadar belgilangan tartibda subsidiya va kompensatsiyalar taqdim etiladi. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, quyidagi soliq turlari bo'yicha daromadlar prognozining oshirib bajarilgan qismi Qoraqalpog'iston Respublikasining respublika byudjeti, viloyatlarning viloyat byudjetlari va Toshkent shahrining shahar byudjetida quyidagi miqdorlarda qoldiriladi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'liq hajmda, foyda solig'i to'liq hajmda. Qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasida daromadlar prognozining oshirib bajarilgan qismining 100%, qolgan hududlarda esa 60%. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda ijtimoiy karta tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, barcha fuqarolar uchun dastlab elektron ijtimoiy karta muomalaga chiqariladi va foydalanish uchun taqdim etiladi. Shuningdek, bank kartasi shaklidagi ijtimoiy karta fuqarolarning xohishiga ko'ra muomalaga chiqariladi va foydalanish uchun taqdim etiladi. Arizalar quyidagilar orqali taqdim etiladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz, ijtimoiy karta mobil ilovasi, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari hamda alohida hollarda ijtimoiy xodimlar, moliyaviy agent. Hukumat qarori bilan faol nuroniylarni kambag'al oilalarga biriktirish hamda mahallada sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirishga jalb etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Unga ko'ra, belgilangan tartibda tanlab olingan 3 nafardan faol nuroniylarga yashab turgan joyi bo'yicha 5 tadan kambag'al oila 6 oy muddatga biriktiriladi. Nuroniy jamg'armasi va tanlab olingan faol nuroniylar o'rtasida faol nuroniylarni rag'batlantirish maqsadida fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalar rasmiylashtiriladi. Tanlab olingan faol nuroniylar ularga yuklangan vazifalarni bajarishlari uchun nuroniy jamg'armasi tomonidan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 50% miqdorida rag'batlantiruvchi to'lovlar ularning roziligiga ko'ra bank plastik kartalariga to'lab beriladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kengaytirilishi hamda tarif islohotlarining tizimli amalga oshirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, hukumatning ayrim qarorlariga quyidagilarni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, jismoniy va yuridik shaxslarga qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarining ehtiyot qismlarini, shuningdek, energiya tejovchi zamonaviy romlar va qurilish izolyatsiya materiallarini xarid qilishni yo'lga qo'yish, tijorat banklari tomonidan yashil iste'mol kreditlari ajratilishining keng joriy etish hamda kreditlar bo'yicha foizlarning bir qismiga kompensatsiyalar ajratishni yanada kengaytirish. Mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy rivojlanish sohalaridagi strategik tahlil va tadqiqot qilish faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, tahliliy va tadqiqot tuzilmalar faoliyatini tashkil qilish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etildi. Ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha uzoq muddatli strategik tahliliy hujjatlarni hamda mamlakatning ichki va tashqi siyosatiga oid takliflarni muntazam ravishda Prezidentga kiritib borish muvofiqlashtiruvchi kengashining asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi. Muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilmasida quyidagi yo'nalishlarga mas'ul bo'lgan ishchi guruhlar tashkil qilinadi. Xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik, davlat va jamiyat qurilishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, tashqi siyosat va xalqaro hamkorlik, hududlarni strategik rejalashtirish va rivojlantirish, ekologik kun tartibi, shu jumladan iqlim o'zgarishi, suv taqchilligi masalalari.